Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari, hovlimdagi gulzorimga xush kelibsiz. Bugun men gullarimga ertalabda ustidan suv quyishni ko'rsatmoqchiman. Mana Benjamin gulimdan boshlayman hozir. Mana bugungi holati. Kechagi issiq kunlarida setga qo'yilgan gullarim ustiga. Baribir ertalabda oz-moz quyosh tegib o'tadi. Har yerdan mana quyosh o'zini kuchini ko'rsatibdi. Kuygan holatlari bor mana. Kuygan holatlari bor. Shu gullarga hozir ustidan suv quyamiz. Mana lekaga oddiy ariqda suvni oldimda. Mana suv quyib chiqamiz. Hamma barglariga tekkizib suv quyib chiqamiz. Bu barglari qurimasdan aytmoqchiman-da. Kitayskiy rozam hozir bir ikkita g'unchalar ochilishga harakat qilyapti ekan. Shunga tekkizmasdan o'tkazishga harakat qilaman. Guliga suv tegsa achib qolish holatlari bo'ladi. Shuni gulidan ehtiyot qilib, hozir bitta qo'limda telefon bor. Shuning uchun bo'lmasam qo'limda to'sib turar edim. Marta ham mana ochilishga harakat qilyapti. Bunchasi buni hali ochilmagan, bunga bo'laveradi. Qolgan gullarga mana ustidan suv quyib chiqamiz. Bunda baklaridan ham suv ichadi gullar. Shu baklari namlanib, hatto aloe bor. Kaktuslar bularga shart emas, endi quyib qo'yaverdim. Ular o'zlari baklari da suv ashuncha sukulentlar oilasiga kiradi. Qolgan gullarimizga suvni baklaridan ham bersak, qurish holatlari chekalarini mana gulimda, lirata gulimda yozi bilan shu peshne pompog'ida mana shuncha joylaridan mana baklari qurib, mana shu holat ko'payib ketgan. O'zimga yoqmasdan kesib tashaganman. Shu holati mana yangi chiqqan baklari quyosh sal pasayganida, issiqlik pasaygani uchun turibdi. Ko'p shox novdalari, barglari qurib ketdi. O'zim chiqarib yubordim. Ko'zimga xunuk ko'ringan edi. Mana yangi novdasini chiqardi yonidan. Endi buni mana gulimda ham shu holat bo'lgani uchun kesib tashagan edim. O'tgan yili kesib tashaganman. Mana yonlaridan bu shoxlar chiqib, bularda ham bor edi. Bular ham baribir tushib ketdi. Bizi issiqligimiz kuchli-da. Endi buni ham kesmoqchiman. Shu kunlarda shularda mana kattasini buni kesaman, mana shu yerdan. Bu yerdan kesaman. Endi qarayman-da, hisob-kitobini olib kesaman. Yangi o'tkazib turaman. Bulardan tomir chiqartira olsam, chiqartirdim, bo'lmasam bu o'zini bu xunuk turgan holatini kutamiz chiroyliroq bo'lishiga. Naryoqda qolgan gullarimni darvozaxonda turibdi hozir. Imkoniyati yo'q. Quyoshda turgan gullarga ertalabda kechqurunda quyish kerak. Bu ertalabda ozgina quyosh tushib o'tib ketadi. Darvozaxonda turgan gullarim quyosh kechgacha tushmaganligi uchun kunda xohlagan paytda quyishimiz mumkin, ustidan quyishimiz mumkin. Taglariga tuprog'iga qo'ymayman. 2 kun bo'lgan tuprog'iga suv quyganimga, tuvagiga quyganimga hozircha bular turadi. Ertaga tekshirib ko'rib, keyin suv quyaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Yanagi videolarda uchrashguncha.